Matbuot anjumanini Paxtakor bosh murabbiyi Kamoliddin Tojik bilan davom ettiramiz. Birinchi o'yin haqidagi umumiy fikrlaringiz? Assalomu alaykum. O'yin haqida keladigan bo'lsak, o'yin yaxshi boshlamadik. Keyin ozgina o'yinga qaytdik. Ozgina bolalar ozgina bilmayman, razminka qilib keyin ko'p qolib ketdikmi, bo'la tayyorlanmadimi, bilmadim shu nima bo'ldi. Lekin ikkinchi bo'limga chiqdik, o'zimizga ikkita gol olib keldik. Bugun bilmadim, bolalarni tanimadim, nima bo'lganini bilmayman. Buni ertaga o'tirib bir analiz qilib chiqamiz. Savol. Komandagi oldingi super kubok uchrashuvi turibdi va raqib Neftchi 3 o'yinda 9 ta gol urgan jamoa. Bugungi o'yindagi Paxtakorning nisbatan bo'shroq harakati Neftchi bilan o'yina olgan imkoniyatlarni ustunlikni pasaytirib yubormaydimi? Unday u super kubok u boshqa bitta o'yin. Bugun bilmayman nima bo'ldi, lekin analiz qilib, ko'rib chiqib o'yinga tayyorlanamiz. Xudo xolasa. Misol, birinchi kechturda tarkib zaxiradan Hamdamov bilan Parishekka tushirgansiz, o'yinni o'zgartirib yuborgansiz. Bugun Parishekka asosiy tarkibda tushirdi. Bu o'zini qanchalik yoqladi? Bugun nima desa bo'ladi? Bugun hech kim, butun jamoa bugun yaxshi o'ynadi deb o'ylamayman. Nima bo'lganini bilmayman. Shuni ertaga ko'rib tahlil qilib ko'ramiz. Bugun bolalar o'ziga o'xshamadi. Nimaligini bilishimiz kerak. O'shandan aniq qilamiz. Bugun Paxtakor Navbahorga 100% hamma aspektida mag'lub bo'ldi. Bugun ya'ni raqib hamma aspektida yaxshiroq deb o'ylayman. Balki qaysi momentda Paxtakor Endi hamma aspektda emas. Bugun o'zimizga ikkita gol olib keldik. Yo'q-joydan gol olib keldik. Ikkinchisini ham bilmayman nima bunaqa qilishdi. Penalti. Bunda boshqa o'yin haqida, unaqa boshqa moment ham bo'lgani yo'q. O'sha ikkita moment o'zimizga olib keldik. Xo'sh. Komandagi Eronda qaytgan legionerlarimizga FIFA ruxsat bersa, Sergey va Hamrobekovni Paxtakor qo'shib olishi imkoniyatlar qanday? Chunki hozir ular formasini ushlab turish uchun baribir jahon chempionati oldin ularga o'yin amaliyoti kerak bo'ladi va Paxtakor bundan foydalanadimi? Endi uni ko'ramiz, hali FIFA ruxsat bersa, xudo xolasa ular bilan gaplashamiz-da. Xolasa bizga, xudo xolasa safimizga qo'shamiz. Savol. Misol, o'sha ikkinchi goldan penaltiga sabab bo'lishidan oldin ham Ibragimov bitta foul qildi, keyin penaltida ham uni xatosi bilan penaltiga sababchi bo'ldi-da. Zaxiraga olishga kechikdim deb o'ylaysan, chunki unda oldin ham ko'proq foul qilishni boshlagan futbolchi. Faqat asabiylashib ketdimi? Endi asabiylashgan bo'lishi mumkin, o'zi bilasizlar, o'zgina asabam kerak, u nima deydi. Har doim rovni yursa ham bo'lmaydi. Endi o'yin bilmadim, buni ko'ramiz. Nimaga shunaqa bo'ldi? Undan oldin ham zaminga olmoqchi edik, u penalti bo'lganiga zaminga olgan emas. Endi o'yin ko'ramiz, buni ko'rib chiqib tahlil qilamiz. Sizga. Sizningcha noqulay ob-havo sharoiti va stadionning holati futbolchilarni o'yiniga ta'sir qildimi? Havo bizga ham, Navbahorga ham bir xil ta'sir qilgani yo'q. Xos Timur Kapadda shu o'tgan o'yindan keyin turdilar. Bu safar ham aytibdilar, juda yaxshilab tayyorlandi, aloqaga Paxtakor tayyorlandi, spesial unaqa qilindi. Paxtakor bugungi mag'lubiyatni mavjud trenerskiy shtabi xatosi bo'lganda, Nedatsen Saperniki yoki tam sal o'zingizlar sal bo'shroq yondashgandir sizlar. Bu Timur Kapadda juda yaxshi tayyorlangan. Buni analiz qilib keyin ko'ramiz. Savol ikkinchisi, ikkinchi taymni boshida gol qilib olganingiz qanchalik o'yinga ta'sir qildi va ikkinchi savol, bugun umumiy sudyalarga qanaqa baho berasiz? O'zimiz xatodan chiqib birinchi minutda gol o'tkazib olish, bu baribir bolalarga ham aniq ta'sir qiladi. Sudyalar keladigan bo'lsa, ularni men gapirmayman.